hozir bilaman qizlar vodiy Toshkentda unaqa emas, lekin vodiyda hamma qiz o'zingizlarga o'zingizlar qo'yasizlar. To'g'rimi restoranlarda? Chunki ofitsiantlarimiz ham nima deydi, etikasi hali u darajada rivojlanmagan restoranlarda sizlarga qo'yib berish uchun. Lekin poytaxtga borasizlar, hali biz sizlarni chet eldagi konkurslarga tayyorlaymiz, to'g'rimi? Chet elda umuman o'zida hattoki salatini solmaydi. Вот konkurslarga borsanglar, g'oliba bo'lib kimdir ketadi yokida umuman biz siz bilan emas, boshqa safarlarga ham chiqqaninglarda, konkurs krasoteliga, qanaqadir proyektlar bo'yicha, hozir bilasizlarmi, Dior, Chanel brendlarni ko'p prezentatsiyalar bo'lyapti, modellar qatnashyapti borib. Ana shunaqa joylarda, qizlar restoranda o'tirganinglarda, omma oldida ayniqsa, uyda bo'lsanglar, xohlaganingizcha qo'yinglar, o'zingizlar qilinglar-da, bemalol. Agarda erkak kishi bo'lganda ham hech qachon baklashkani olib, ochib o'zimiz qo'ymaymiz. Hech qachon. Iloji boricha sizlar ham mana vodiyda so'rasanglar, mana shu narsaga sekin o'rganishni boshlaydi. Men hozir bu yerga kelsagan, vodiyda o'tirganimda so'rayman, menga salat olib berishini ofitsiantdan. Chunki men so'radimmi, u keyin yana kimlardir ko'rish mumkin. 3-4 marta ko'rgandan keyin o'zini ham aql ishlashni boshlaydi bunaqa narsaga. Yoki restoran menejerlariga borib aytadi va qonun qoidalarni biz o'zgartirishni boshlaymiz. Tushunasizlarmi?